Bu bizning sevimli maktabimiz. Hozir o'z maktabning kutubxonasiga kiramiz. Bu hafta aprel oyini haftaligi qanaqa haftaligi deyiladi? Kitobxonlik. Oyligi kitobxonlik haftaligi deyiladi. Bizning eng sevimli narsamiz nima? Kitob. Qani bizning eng yaxshi kitob o'qiydigan o'quvchimiz kim ekan? Qani qo'lini ko'tarsin? Qani? Voy. Judayam zo'r. Shuncha o'quvchimiz bizani kitobxon o'quvchilar ekan. Bilim jahon kitobxon, yo'lingdagi oftobman, do'stim yo'lchaman dori, bilim olgan o'rtog'im. Bilim bilog'i o'quvchilar yo'lchi. Xat xatlana aqling batata. Avval so'yla, keyin so'yla. Aqtanma oz, hunaring oz. Kitob odamning maslahatchisidir. Kitob eng yaxshi sovg'a, kitob xazina, bilim boylik. Mol qolmatini dedi kel, qolmat nonni dedi qo'y. Hazil bilan bo'p, qo'shilib ketdi janjal. Ikki o'rtoq ikki yo'l. Urushmoqchi bo'ldilar, to'qnashib turdilar, sochmoqchi bo'ldilar. Kitobsiz odam qanotsiz qushga o'xshaydi. O'rgangan avval odob, kitob o'qigan bola. Yuzi bo'ladi oftob, kitob o'qigan bola. Ishlar jonon tanan bajaradi va'dani, kitob o'qigan bola. Dindan chiqsang ham eldan chiqma. A'lo olar faqat 5 baho, kitob o'qigan bola. Bugun mening tug'ilgan kunim, ustozlarga kitob sovg'a qildilar. Chin to'la sehar beraman senga mehr, telefonga dasturma, pushaymanga dasturma. Yotaverib to'yib ketdim, unutdim hatto ismim. Qolib ketdim men yolg'iz, o'qing meni o'g'il qiz. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Men bu gapni birinchi marta bu yerda aytayotganim yo'q. Har safar qayerda ta'lim to'g'risida aytsam, najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda, chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi.